Assalomu alaykum do'stlar. Hammaga tinchliklar, sog'liqlar. Bugun xudo xolasa mana 14-noyabr juma, hamma juma yo'llari bilan ertalabdan bismillah deb ishga chiqib ketyapmiz. Bizda sekin mayda qilib yog'yapti. Ko'rinmayapti-yu sizlarga. Shu do'stlar, ishga ketyapmiz, sekin ishga. Shamol, veterok, cho'ta bugun pagoda. Ko'ramiz bugun qanday ish bo'ladi. Havolar o'sha sovuq qolgan. -7, -8, -10 gacha bo'lyapti. Otimiz ham 7 dan o'tdi, lekin bizda nima? Hali qorong'i. Shu 8 larda yorug' tushyapti. Qishda o'zlashdan bo'ladi. Shu machkamiz kutyapti, qaranglar, qorayib ketibdi bechora. Bog' mashina pastlari qorayib bay. Mayli, kimlikda zakaz qilamiz, keyin mo'ykaga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sim, откройся. Choy olganmiz. Oldingi taksilar bo'lardi, mana termizlarga damlab olardi. Cho'ta suv ichaverib. Nima bo'lib tomoq. Bismillahirrohmanirrohim. Boshdan rozdik, podogrev siden yoqdik. Shunaqa do'stlar, bugun manda 14-noyabr juma, hamma juma yomlari bilan ko'ramiz qanday bo'ladi ishlar qanday bo'ladi. Nima bo'lyapti o'zi Yandexda ishlar degandek. Anchadan beri video qilmayapmiz. Chunki ozgina mazza bo'lmay, tomoq og'rib, gapirishga neudobniy bo'layotdi. Alhamdulillah, Allohga shukr, bugun ancha yaxshi. Ozgina chiqib ishlab qo'yatdik. Hozir yaxshi bugun. Inshaalloh endi sekin videolar chiqaramiz. Mo'ykani bir ikkita zakaz qilaylik, keyin mo'yka qilamiz. Obyektlarga yo namozdan keyinmi ko'ramiz. Kuzatishda davom etinglar do'stlar. Bugun qanday bo'ladi ish? Irkutsk shahrida. Tanimaganlar, men Azizbek Qambarov, Irkutsk shahridan. Shu taksi bo'yicha ma'lumot beraman. Yandex, Maxim. Kuzatishda davom etinglar do'stlar. Bu videoda o'rtalarida shuni olasizlar. Liniyaga kirdik. Soatimiz 7:30, ровно mana 7:30. Prioritet 41, пока что zakaz 0. Yoqamiz, bismillah, ko'ramiz qayerga zakaz tashlaydi birinchisi. Ekonomdan yoqib qo'ydim, chunki mashina ozgina gryazniy. Prioritet tushib ketgan, ko'p odkaz qildim 2-3 kundan beri. Juda yoqmayotdi, tars-tarsam papuchiga beryapti. Mana ekonomda yoqqanimga papuchidan boshlayapti. Shuning uchun ekonomda o'zi ishlamayotdim, mayli endi. Zakaz atminyon deyapti. Mana 37 ga tushdi. Ber yaxshi bir zakazingni. Zonani ichilamiz, kстати, uyim oldida o'zi. Shunda chiqsam o'zi zona yoqib qo'ygan, shu yubileyni tomonlar bo'ldi. 1.9 ko'rsatyapti. 5 koeffitsient. Agar asha papuchi bo'lmaganda olaverardim. 5 koeffitsient beryapti. Olaverardim. Papuchilik bo'lgani uchun olmadim. Chunki uni yana qanchaga olib borsangiz, pashti o'shancha yana summa qo'shib beradi ustiga. Kutyapmiz keyingi zakazni, ko'ramiz qayerga tashlaydi. Tashyapti 141 qo'shib ketdik. Lekin qayerga bilmaymiz. Chunki отказ qilganimiz uchun ikkinchi adres точка bo'ldi olib qo'ygan. Как слепой ishlaymiz. Ko'ramiz. O'z ko'pchilik o'z ishlaydi, ko'rmaydi. Biz ham shu narsani his ko'ramiz. Buguncha kamida nechta zakaz qilishim kerak? Tamomiy 70 ga olib borganimda ochish kerak prioritet. Nimani? Prioritetni 70 ga olib borsam ochish kerak. Bugun целый день ishlashim kerak ekan. Целый день ishlasam agar 30 ta zakaz qilib olsam, o'shanda ochadi ekan.
Zakazni oldik. Zakazni endi zakazni olgani boryapmiz, ketyapmiz. Birinchi zakazimiz olgani keldik. Stansiya Kaya dedi. O seni o'sha tomonga ekan, Siblermon tomonga bo'lsa kerak Kaya. 10 kilometr 28 minut ko'rsatyapti. Klientimizni kutyapmiz. Va Kaya. Qor zo'r yog'yapti, qaranglar do'stlar. Shunda bunaqa qorda mo'yga kirish stoyitmi yo не stoyitmi? Qor cho'tki yog'yapti. Hamma ishga, o'qishga, maktabga, sadikka ketyapti. Bizni klient mana shu domdan chiqish kerak. Пока что разворот qilib turamiz, chiqqungacha. Shunaqa, lekin havo issiq, unaqa sovuq emas, normalniy. Qani biznikilar. Nesta kelib oldik. Birinchi zakazimizni olib keldik. Saviyasi qilamiz. 682 rubl, ekonomni olib keldim. Endi bu yerda nimalar bo'lyapti? Kayadamiz, Kayada. Zona bormikan? 1,5 ko'rsatyapti. Sentrga вообще tushib bo'lmaydi, shanoringlar. Probka вообще dahshat. Kelgan joyimizda damoqli yoqib qo'ydik, yubileyniydi. Damoqli yoqib qo'ydim. Bu marshlar ko'nimi 38 dan tashlayapti. Shu yubileyni tomonga bo'lsa kerak. Damoqli yoqib qo'ydim. Ne bo'lyapti? Mana shuncha qor yoqqaniga gazni o'rniga tormozni tepib turish bo'ladi. Stansiyaga ketdik, stansiyaga. Poyezd stansiyasiga. Borganimizni kutib turamikan 3 kilometrdan beri. Marshala Konyevadan. Qorlarni yaxshi yog'yapti. Stansiyadan tushib, nimadan qishloq joylardan kelishi va shu stansiyadan tushib, Shelixov tomondan kelsa kerak. Shelixovdan keladi, elektrichkada. Ishga ketyapti. Скорее всего, Silvermonda ishlaydi. Rakitnikdan chiqmayapti, rakitnik главный. Mashina bunday rolni o'ynasam tashlayapti-ku, u metr birinchi qor. Kun issiq bo'lyapti-da. Hozir obedda yana isib ketadi, yana erib ketadi, hamma yo'l loy chalab bo'lib, asfaltlarlar qop-qora. Qor yerda turmayapti. Obeddan keyin bir-birimizga nima sepishni boshlaymiz, loy sepishni boshlaymiz-da. Shaq. Atay mana shundan qilib yurishadi, mana shu ayniqsa mana avtobusda ishlaydiganlar. Men bilmayman bu. Mana shu nimaga chiqib olishadi, buni loyga, o'rtaga. Mashinadan sepib o'tib ketadi. Mana shu 80da ishlaydigan akalarimiz, o'zimiznikilar bo'lmasa. Bilmayman mana shu atay qiladimi yo ularga interesnami? Endi avtobus balanddi. Biz ular oldida hech narsa emasmiz. Yarimiga ham bormaydi bizning mashina. Sepib o'tib ketadi. Shar dedi. Malades, baraka topinglar. Shu zakaz olgani ketyapmiz, Rodi kutib turibdi. Marshal Konyevadan 2 kilometr qolibdi. Probka вообще. Hozir lekin sentrga tushib bo'lmaydi. Agar damon qilib yoqmaganimda sentrga bersa kerak. O'zi bilmayman qayerga berdi. Ko'rmasdan ishlasham bir nima ekanda. Interesni ekan. Borgingacha o'ylanib borar ekansiz. Qayerga berdi? Qayerga qochaman? Bormasdan turib, devorda ichiga kirmasdan turib, bir 50-100 metr qolganda namestani bosadi. Shuni ko'rib oladi.
deyapti. Hali yorug' tushgan yo'q, 8 o'tib ketdi. 9 yorug' tushgan. 8:22 o'tdi. Nima qilyapsan? Sinushka tomondamiz. Va benzinlar ham ko'tarilyapti. 92-67 so'm qopti, 66 so'm 98 tiyin. Krasnevda. Benzinlar ko'tarilyapti. Mongoliyaga kelish вообще dahshatda, qaytishim. Messenger kombinatdan so'ng ham abezdan turgan bo'lsa вообще turibdi ona qaytish. Qaranglar. Chonadan klientni olib piyoda sekin yelkaga ko'tarib ketaman shekilli. Boshlarni qo'yib qo'yib. Dahshat bo'ldi. Nima bo'lyapti? Nima qilishyapti? Qayerga ketishyapti ular? Qaytishni ko'ryapsizlarmi? Nariga tomon. Hozir shundan qaytaman dedi klient tomon. Permayskni ushlamagan ekan mana. Aytyap, yaqinroq bo'lardi. Mayli. İkinci zakazımız olgani keldik, kutib turibmiz. Energetik 3A deyapti. 12 kilometr. Kuzya tomonga ekan, Kuzya tomonga. Lekin bu yerlar ham yaxshi qizarib turibdi. Shart tashlaymiz, ashitdan ushlaymiz. O'zi ham necha soat, bu ham yarim soat deb aldayapti. 40 minutda borsam kerak. Yarim soat deb aldayapti. Klientimizni kutyapmiz. Shu domdan chiqish kerak. Xitoylar boshlaydi, Xitoylar. Yomon ko'p gapiradi. Men bitta gapni 15 minutda gapiraverdim. Bu bir xilda gap, chinga deydi. Nima degan tushunmaysiz. İşte davom ettiryapmiz. Havolar bugun вообще dubak bo'lyapti, shamol bo'lib, o'zi -4-5 gradus ko'rsatyapti. Shamol вообще жесткий bo'lyapti. Qorlarga botib qolyapmiz. Qor yog'ib jali qilayotgandik. Mana senga dedi Alloh taolo. İşimizni davom ettiryapmiz. Obedni qildik. Namoz o'qib chiqdik. Endi yana paxayt qilyapmiz. Hozir Igoshinaga keldik. Studentlarni olib kelib tushirdik. Xitoy studentlarini. Пока что тишина, заказ yo'q. Studgarodokda tishina, zakaz yo'q. Ko'ramiz qayerga beradi keyin. Nima qo'yib tursak, shunga qilib o'sha yerda zakaz kutamiz. O Yandex nima deyapti? Yangilik jo'natdi bu. Sovuq xabarlari bilan. Заказ скоро станет недоступен, deyapti. Напоминаю, ваш доход уже выше 2 миллиона в этом году. До лимита остался меньше 400. Оформление ИП займет 3-5 дней. Сделайте это сейчас, чтобы продолжить принимать заказ и получать доход, deyapti. Bay. Bu nima yangilik endi bu? Nima demoqchi endi bu? Men o'zi Samazanitda ishlardim. Samazanitda ishlayapman. İşlashga majburmiz ham. Hozir shunaqa qilib qo'ygan Rossiya fuqarolarini. Ishlamasangiz bo'lmaydi Samazanitda. U degani Samazanit qilgani bu
nima desam ekan, 1 yilda limit beradi ekan 2 million 400. Asha nimani 2 millionni oshib ketibdi ekan. Yana где-то 150 ming, 170 ming nimam qolibdi ekan, limitim qolibdi ekan. Men o'zi bilardim u ochganda Samazanetda shunaqa bo'lishini 2 million 400 ligini, lekin 1 yilda uncha pulni ishlab olamanmi deb o'ylamagandim. Hozir mana kelibdi, yana bizda bugun 15 bo'lsa yarim oy bu yoqdan dekabr polnisida. Shunda получается 15 kun ishlasam, 15 kun noyabrda, dekabrgacha. Уже limit tugadi ekan. Dekabrdan keyin meni o'chiradi ekan Yandex. Aytishi bo'yicha. Ya bo'lmasam IP oching deyapti. IPda ishlang deyapti. Endi taksida ishlash uchun IP ochish uchun keyin годовой отчет to'lash kerak, yana дополнительный налогdan tashqari 53 ming годовой отчет adashmasam 53 ya 54 mingda. 50 mingdan oshiqroq. Yana 2 oy, 1,5 oy sabr qilib turganda yangi yildan o'tib yanvardan уже ishlab ketsam bo'lardi. Hozir endi 150 ming, 160 ming, 170 mingcha limitim qolibdi. Endi u degani yana 10 kun, 15 kun ishda, 15 kun 2 haftalik ishim Yandexda qolibdi. Keyin ko'ramiz, nima qilamiz. O'ylanib ko'ramizda. Nada же тебе, nada же deydi-yu. Mayli, bu ham bir yaxshilikka, bir nima deydi Alloh taolo, bir nimani ishingni yopsa, ikkinchisini ochib qo'ygan bo'ladi inshaalloh. Maksim bor, esli Maksimda urib turamiz. Lekin buni yangi yil arafasi ish yaxshi bo'lar edi. Shu o'ylantirib qo'ydi. Balkim hozir to'xtatib, 1-2 kun ishlab turib, Maksimda ishlab, bir 50 ming, 60 ming limitni nimaga olib qo'ysam ham bo'ladi, lekin shu yangi yil arafasiga ishlamasdan dekabrda oxiriga. Faqat shu 1 oy Maksimda ishlab turib, keyin yangi yilda 25dan keyin zakazlar qimmat bo'ladi. Ashuni hisobiga ko'pchilik Yandex Maxim zakasi nima bo'lib ketadi, ozayib ketadi qimmatligini hisobiga. Shunda ko'p taksistlar Yandexda ham Maximda ham yoqib olishadi. Shunaqa qilib bir limitni 50 mingcha, 60 mingcha olib qo'yishim kerak endi, unda zapas qilib. Shunda bemalol qiynalmasdan nima qilamiz. Ko'ramiz, faqat hozircha ishlab turuvchi mana bugun erta indim выходноylar. Keyin понедельникdan что-нибудь придумаем. Shunaqa kelibdi. Предупреждение berib, IP oching 3-4 kun ichida deb. Lekin uni nimalar, ularga farqi yo'q. Bu faqatgina shu Rossiya fuqarosilariga. Atak Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston bemalol ishlasa bo'laradi. Ular ne обязательно samazanit qilish. Hozir men ham samazanit qilmasdan ishlasam bo'ladi, lekin zakaz bermaydi. Yo'q, olib shu 15-20 minut o'tirish kerak. Bitta ikkita beradi boshida, keyin shu bilan o'chirib qo'yadi yana. Bu nima zakaz bermayapti ekansan, menga selfie fotokontrol kelgan ekanda. Basharangga sana. Shunaqa Yandexda nimalar rasmga tushib jo'nataverasiz. Bo'ldi. Mana endi tashlayapti mana. Ugaday melodiya bu yoqda. Bilmayman, to'chka bu ertadan yo indindan ochadi-da. Ishni qildik unda. Bizda o'zi kech kirdi, ishimizni ham tugatyapmiz. Oxirgi zakazimizni oldik, как раз uy tomonga oldik. Tashlaymiz, zavish qilamiz. Ko'ramiz nechta zakaz qildik, qancha ishladik. Hozir Karl Marx ko'chasidamiz, sentrda. Mashhurdan где-то mashhurlardan zakaz berdim, chap tomonda. Shu ikkovi kutib turganlarmi ekan? Avvalinkani yo'qamiz. Местani ezamiz. Bizga короче Gryznoladina, Yuretina и Muxinaga ikkitali adres ekan. 13 kilometr.
Shuni tashlaymiz, как раз uyimdagi ishib kirib ketib qolamiz. Shu bilan ishni tugatamiz. Qayerdan chiqar ekan? Siberian bir narsa Vilensk qo'yganmi nima degan bu? Anglizchadan. Olib kelib tushirdik mana do'stlar. O prioritetni yana tushib ketdi. Ko'taramiz dedik, yana отказ qildik. Короче, nima bo'lsa bo'pti. 29 zakaz biz 10.400 bo'pti. Bugungi ishimiz. Shu do'stlar, bugun shu ishni qilibmiz. Allohga shukr, shunisiga ham shukr. Plan to'ldi. Shu uyda oldiman kirib ketsam bo'ladi. Hozir bitta suv sepib olsam ekan, mo'yka qilib ertadan sahar chalg'imasdan ishga chiqib ketaverardik degan o'yda turibman hozir. Hozir bitta mo'ykaga borib shunday suv sepaman. Hali charchaganim yo'q. Normal holat. Bitta mo'yka qilib turib keyin uyga kirib ketamiz. Shu do'stlar, keyingi videoda ko'rishgungacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonatlar. Savollarimizni kommentga yozaverasizlar. Xudo xolasa javob qilishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha.